السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli o'quvchilar va kanalimiz kuzatuvchilari, bir necha kundan beri arabcha bir kitobdan video darsliklar tayyorlab boryapmiz. Endi esa o'zimizni o'zbek nahviyinlari yoki o'zbek olimlarini arab tiliga oid kitoblaridan ham darslik yasashga harakat qildik. Bu darsligimiz kimlar uchun? Harf taniydi va mutolaasi bir qancha chiqib qolgan, ya'ni o'qishda qiyinchilikka uchramaydi, balki qiynalsa ham ozroq muammolari bo'lsa-da harflarni bir-biriga ulab o'qiy oladigan o'quvchilar yoki kanalimiz kuzatuvchilari uchun. Demak, bu kitob nomi o'qish kitobi. Anvar Ahmad ustoz yozganlar va bu kitob bir qancha grammatik qoidalar va undan tashqari lug'atlar va arabcha matnlar bilan boyitilgan. Bismillah, boshlaymiz kitobni. Demak, boshladik. Dastlabki darsimiz bu kitobdan muannas va kechirasizlar, muannas va muzakkar jinslar haqida o'rganamiz. Ya'ni bu muannas va muzakkar tushunchalari bizga ma'lum bo'lgan rus tilidagi женский va мужской rotlarga o'xshaydi. Muannas va женский, muzakkar va mужской. Demak, arab tilida ham rus tili kabi женский va mужской rotlar bor. Demak, bu yerni avval o'qib olamiz. Muannas ismli qiz va muzakkar ismli bola arab tilidagi barcha so'zlarni ikkiga bo'lib olishibdi. Demak, birinchi o'rinda ismlar haqida gaplashamiz. Demak, ism deganda biz narsalarni yoki shaxslarni, umuman nabotot, jamoadot olamidagi narsalarni nomlaydigan so'zlarga ism deymiz. Va bu ismlar ikki qismga bo'linadi. Ya'ni hozir takror aytganimizdek, muannas va muzakkar qismlarga bo'linadi. Avval muannaslik haqida gaplashsak. Demak, so'zni muannas jinsda ekanligini yoki muzakkar jinsda ekanligini bildiradigan belgi bor. So'zni muannas jinsda ekanligini bildiradigan birinchi belgi bu ta marbuta hisoblanadi. Ta marbuta. Ya'ni ha suratidagi ta. Agar mana bunday nuqtasi yo'q bo'lsa, ha harfiga o'xshab qoladi. Agar nuqtasi bo'lsa, demak buni t deb o'qiymiz. Va bu t, ya'ni bu ta marbuta faqatgina so'zni oxirida keladi. So'zni boshida yoki so'zni o'rtasida kelmaydi. Va mana shu ta marbuta harfni ko'rgan paytimizda bu so'zni muannas ekan deb hisoblaymiz. Umuman olganda, so'zni muannas jinsda ekanligini bildiradigan bir qator belgilar bor. Dastlabkisi mana bu ta marbuta hisoblanadi. O'rni kelganda boshqa alomatlarini ham aytib o'tamiz inshaalloh. Va bundan tashqari hech qanday alomat yo'q, ya'ni hech qanday muannaslikka dalolat qiladigan belgi yo'q bo'lsa-da, so'zni muannas jinsdaligini bilsa bo'ladigan o'rinlari bor. Misol uchun bularni aytib o'tish joiz deb o'ylayman. Ya'ni ummun misol uchun. Ummun sizlarga ma'lum ona degani yoki uxtun opa degani.
Demak, bu so'zlarning oxirida ta marbuta qatnashmaydi, lekin bu so'zlar ayol jinsidagi shaxslarga dalolat qilgani uchun, ya'ni ishora qilgani uchun bu so'zlarni ta marbutasi yo'q bo'lsa-da, so'zni oxirida muannasligini bilamiz. Ya'ni bularni muannasi ma'naviylar deyiladi. Bunga misol, ya'ni ta marbuta qatnashib muannas bo'lgan so'zlarga misol jaddatun. Birinchisi mana jaddatun oxirida ta marbuta qatnashgan, demak bu so'z muannas so'z hisoblanadi. Va keyingisi nahlatun. Nahlatun. Bu so'zni ham oxirida nima qatnashyapti? Tepada aytib o'tganimiz ta marbuta qatnashyapti va bu so'zni ham muannas deymiz. Mana shunday. Endi muzakkar so'zlarni qayerdan bilib olamiz? Demak, bu yerni o'qiymiz. Boshqa tovush, ya'ni harf bilan tugagan so'zlar esa muzakkar deyiladi. Demak, qaysi harfga tugashidan qat'iy nazar faqat ta marbuta bo'lmasa, u so'zni muzakkar hisoblaymiz va undan tashqari muannaslikka dalolat qilmagan so'zlar bo'lsa ham, misol uchun hozir ta'kidlab o'tdik, umuman ta marbuta kelmaydi oxirida, lekin muannas, ya'ni muannas ma'naviy, ya'ni mana shu so'zlardan tashqari va ta marbutaga tugamagan so'zlardan tashqari barcha so'zlar muzakkar hisoblanadi. Misol uchun kitabun, mana ba harfiga tugayapti, yoki jaddun dal harfiga tugaydi, yoki abun u ham ba harfiga tugaydi va hokazo. Mana shunday so'zlarni muzakkar so'z deymiz. Qisqacha qilib aytganda, ta marbuta qatnashdi, ya'ni so'z ta marbutaga tugadi, u muannas, ta marbutaga tugamadi, u muzakkardir. Vazifa, demak, uycha ichidagi so'zlar aralash holatda berilgan. Siz ulardan muzakkarlarini mashina ichiga, muannaslarini gul ichiga ajrating. Agar sizda kitob bo'lsa, mana bu gul va mashina ichiga so'zlarni yozib chiqishingiz mumkin. Va biz ham sizlarni vazifalaringizni tekshirishligimiz uchun muhokama o'rnida, ya'ni muhokama uchun berib ketiladigan o'rinda mana bu uycha ichidagi so'zlarni qaysi biri muzakkar va qaysi biri muannas ekanligini bizga yozib qoldirsangiz, biz sizga javob qaytaramiz inshaalloh. Va ba'zi so'zlarni tarjimasini aytib o'tib ketamiz. Najmun bu yulduz degani, jaddatun bu buvi degani, ya'ni momo, mahdun bu beshik, dalvun chelak degani, saljun qor degani, nahlatun bu asalari. Va sizga vazifa bo'ladi, bu so'zlarni qaysi biri muzakkar va qaysi biri muannasligini bizga yozib qoldiring. Va ma'assalam ila liqo deymiz, ya'ni ko'rishguncha xayr, bizdan uzoqlashmang va qilayotgan mehnatimizni baholab like bosishni unutmang va kanalimizga ham a'zo bo'lib qo'ying. Bundan yaxshilari hali oldinda inshaalloh. Ko'rishguncha yaxshi qolinglar.